Sizga bitta ajoyib narsa aytaman, tekshirib ko'rasizlar. Ibn Abbos degan sahoba bo'lgan. Abbosiylarni namoyandalaridan bittasi. Mufassir bo'lgan, Qur'onni yaxshi bilgan odam. Bir odam kelib so'ragan. Ha, mim, ayn, sin, qof oyatining ma'nosi nima degan. O'zi bu ma'nodan uzilgan harflar bular. Yuzini burib olgan Ibn Abbos javob bermagan. U yoqdan aylanib so'ragan, javob bermagan. Bu yoqdan aylanib so'ragan, javob bermagan. Shunda Huzayfa ham sahoba. Haligi odam chaqirgan, "Bu yoqqa kelgin" degan. Bu oyatga bu odam ma'no aytmaydi degan. Chunki bu oyatning ma'nosi bunga og'riq beradi degan. Mendan so'ramang aytaman degan. Nima ma'nosi deganda, kelajakda degan, ikkita daryoni yorilgan joyda paydo bo'lgan shaharda degan, Abdul Iloh degan bir bolani podshoh bo'lib turganda zolimlar kirib oilasi bilan qirib tashlaydi. Bu oyatda tafsirida shu ma'no bor. Buni avlodi bo'ladi, shundan chiqqan avlodlar bo'ladi.